momam kepti. Mama, siz bugün bizga nima cho'chak so'zlab berasiz? Men bugun sizlarga opang nima qilyotidi tikib so'kib degan cho'chakni so'zlab beray, ha? Obdan quloq solinglar. Voh, ajab yaxshi bo'ldi. Tezroq so'zlab bering, mama. Ma'qul. Buningdan uzun zamonlar ilgari bizdan yiroq makonda bir yurt bo'lgan ekan. Shu yurtda bir katta boy o'tgan ekan. U boyning Zuhra deb yolg'iz bir talla qizi bor ekan. Shunga boy Zuhrani o'z jinidan aziz ko'rdi ekan. Zuhra hech qanday ishga qo'l tekkizmaydi ekan. Boy hamma narsani taqib oldiga ekib berdi ekan. Kunlar o'tib Zuhra cho'ngibdi. Zuhra cho'ng bo'lgandimi shundaq erkin aynoq cho'ng bo'ptiki, hatto jingni tusimi qo'li qapirdigan. Zuhra quramig'im yetib qapti. Boy Zuhrani o'zining yaqin boy do'stining o'g'liga yotliq qilibdi. Zuhraning erimi boy bo'lg'achqa dastlabda hech qanday ish chanmay mengibdi. Oradan necha yillar o'tib Zuhra ishga bolaliq bo'pti. Bolasining cho'ngi 7 yoshga to'libdi. Bu chaqda boy o'g'lining uyini ayirib qo'yibdi. Shu chaqda eri Zuhraning qo'lidan hech qanday ishning kelmaydiganligini bilibdi. U shu sababdan Zuhrani qo'yib beray desa, ishki o'g'lining yetim bo'lib qolishiga ko'nglinmaydi ekan. Shun ayoliga uy ishlarini o'rganishni aytibdi. Zuhra dastlabda uni qilib buni qilib lekin hech ishni qamlashtirolmabdi. Buni ko'rgan Zuhraning eri bir amal qo'llanmasa, Zuhraga bir narsani o'rgatgili bo'lmaydiganligini pamlabdi. Shunga u bir kuni bozorga berishni ilgari Zuhraning oldiga bir parcha raxtni tashlab, "Ey xotin, men bozordan qaytib kelguncha mush raxtni o'zingga ko'nglak, bolalarga chapon tikib bo'l. Agar shunday qilmasang taloq qilib etaman" deb ketib qapti. Zuhra erining gapini anglab, raxtni o'zining bolalarining bo'yniga o'lchapdi. Oxir o'zining ko'ngligidan birini so'kib, tayyor raxtning ustiga qo'yib kesibdi. Keynidan o'zining ko'ngligini tikibdi. O ko'nglakni tikiman deb yangni peshga ulab qo'yibdi. Yana so'kibdi, yana tikibdi. Bu ishlarni Zuhraning 7 yoshli o'g'li ko'rib o'ltiribdi. Shu kuni Zuhraning boy otasi, "Qizim uy ayirib chiqib qandoq o'tayotgandi?" deb qizining ahvol so'rab kelgan ekan. U boy qizining hovlisini oldiga kelganda, nevrisidan yugurib chiqib boy nevrisini akilitib, "Mana yugur opangni chaqirib chiq" debdi. De uyga kirgizibdi. Zuhraning o'g'li kirib boy buvisining kelganligini aytibdi. Lekin Zuhraning qulqiga o'g'lining gapi kirmabdi. U yana ko'nglak tikishni qamlashtiramay tikib so'kib o'ltiribdi. Boyning nevrisi qaytib chiqibdi. Boy qizining oldiga chiqmaganligini ko'rib, nevrisini ikkinchi qitim uyga kirgizibdi. O'g'li kirib yana buvisining kelganligini aytibdi. Lekin Zuhraning qulqiga o'g'lining gapi yana kirmabdi. O'g'li yana qaytib chiqibdi. Boy nevrisini 3-chi qitim kirgizibdi. Zuhra yana chiqmabdi. Boy bu chaqda nevrisidan, "Balam, opang nima ish qilayotgan?" deb so'rabdi. Nevrisi, "Tikib so'kib o'ltirdi" debdi. "Nimani tikib so'kib o'ltirdi?" deb so'rabdi. Nevrisi, "Dadam opamni nevranga ko'nglak, bolalarga chopon tikkin degandi. Opam tikemay tikib so'kib o'ltirdi" deb hamman so'zlab beribdi. Boy nevrisining aytganlarini anglab, o'zining qizini yolg'iz qiz deb to'lim atvolab, kichigida hech ishni o'rgatmaganligiga qattiq pushaymon qildi. Ham qizi bilan ko'rishdan xijil bo'lib ketib qapti. U boy bu ishni ibrat bo'lsin deb boshqalarga so'zlab beribdi. Shuning bilan bu ish butun yurtga tarqalibdi. Aytishlar qaraganda, "Opang nima qilyotdi? Tikib so'kib" degan maqol boyning qizi Zuhraning kechirmishlaridan qolgan ekan. Bugun mishaychi so'zlab beray. Qolganni at so'zlab beray, ha? Obdan uxlanglar. Yaxshi tush ko'ringlar.